haftada bir marta mana shu tadbirkorlarning uchrashuvi bor. Shu uchrashuvda biz o'zimiz Xalq bankida bo'layotgan kreditlar, yangiliklar to'g'risida ma'lumot beramiz. Hozirgi kunda talaba krediti, ta'lim kreditlari eng aktual bo'layotgan mavzulardan biri, ya'ni green quyosh paneli masalasini unutmoqchimiz. Quyosh paneli jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga ajratilamiz. 100 million so'mgacha, 50 million so'mgacha kafillik bilan ajratiladi. 50 million so'mgacha. 5 yilga beriladi, 6 oy imtiyoz davri bilan Markaziy bank qayta moliya stavkasiga +6% beriladi. Qilovatiga qarab o'rnatib berishi hamma narsasini bular. Quyosh panelining shu afzalliklarini o'qib, kafillik bilan beriladi jismoniy shaxslarga. Ta'lim kreditlari xotin-qizlarga 0% da beriladi, byudjet tomonidan qoplab beriladi. O'g'il bolalarga o'zlari to'laydi. 7 yil davomida o'qishni bitirgandan keyin 6 oy imtiyozda 7 yil davomida to'laydi. 4 yil davomida to'lab bo'lmaydi, faqat foizni to'lab turadi. Bitirgandan keyin 6 oydan keyin o'qishni bitirgandan keyin 6 oy, ya'ni 4 yil degani o'qish davri 4 yil bo'lsa, 4 yil, 5 yil bo'lsa 5 yil bitiradi, 6 oydan keyin o'qiydi. Qizlarga kompensatsiya. Super kontraktga yo'q. Yo'q, super kontrakt yo'q. Yana ipoteka kreditlarimiz bor. Birlamchi, ikkilamchi, ta'mir ipoteka kreditlarimiz bor, avtokreditlarimiz bor. O'zini o'zi bandlagan shaxslarga, yuridik sohaga keladigan bo'lsa, nima deydi? O'zini o'zi bandlagan shaxslarga 2021-yildan mashinaning 5 yilgacha beriladi. O'zini o'zi bandlagan shaxslarga tezkor degan tadbirkor yo'nalishida elektron yo'lda mablag' ajratilgan, o'shani olyapmiz. Tadbirkor yo'nalishi